Uch xonali kvartira, полноценный, eski domlar, ikkinchi qavat, zolotoy etaj. Mana bu podyezddan keladigan eshigimiz. Eski domlarda hammasi taxmin bir xil bo'ladi. Panel domlar. Bu tarafda ikkita yotoqxona. Birinchisi bolalarga qilib beramiz. Gilam, pardalar, yangi remont. Ikkinchisi kattalarning yotoqxonalari. Bitta balkonga har doimgidek shkaf, trimolarni qo'yib olamiz. Katta ko'cha bo'yiga joylashgan. Mana bu ikkala tomondan ham dvorga qaralgan, ko'ndalanib turibdi ko'chaga. Xo'p, davlat tomonidan hamma xonaga qo'yib berilgan. Mana bu radiatorlarimiz. Bu yoqda mana bunaqa yongach ochiladigan eshik qilib, kladovkacha qilib qo'yibdilar. Mana bu joyimiz kattaroq bo'libdi va u joy maydagina bo'lib qolibdi. Uchinchi xonamiz zal qilib ishlatamiz, eng kattasi. Bu tarafga televizorni qo'yib olamiz va o'rtaga stol, stul yoki xon taxtalarni qo'yib olamiz. 3 xonalik ikkinchi qavat, skvoznoy planirovka, eski domlar, 5 qavatlik eski domlarimiz. Razdelniy ekan, sanuzellari mana yuvinish xonalarimiz, to'liq yangi remont, обшивка qilingan. Dekor plast bilan. Hop, oshxona joyimiz, oshxonamizda mebellarimiz, kerakli texnikamizda hammasi bo'lmasa ham mana plita, vichkamiz bor ekan. Xolodilnik plitamizda mana shu yerga qo'yamiz deb bular tayyorlab qo'yibdilar. Bu yaxshi narsa. Vichkani ko'chaga chiqaramiz, derazamiz bor. Akfa alyumin qilingan ekan. Kir yuvish mashinani ana shu yerga qo'yamiz, chunki tochkasi bor ekan. Xolodilnikda bir tomonga yoki mana bu burchakka, bu burchakka plitani qo'yamiz. Plitamiz lekin mana bu yerda bor ekan. Xo'p, 3 xonalik Saydiana hududi, Saydiana masjid ko'chasi, masjidning qarama-qarshisida bor domlar, ko'ndaranga ketgan. Ikkinchi qavatida 3 xonalik mana shunaqa yangi ta'mirdan chiqqan kvartiramiz sotuvga chiqarilgan. Narxini 62 ming deyaptilar, savdosi bor, ipotekaga ham bo'lar ekan. Qiziqqanlar zudlik bilan pastdagi nomerlarga, izohlarga qaraymiz, telefon qilamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.